Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi darsimizda GIS dasturlaridan bo'lgan ArcGIS dasturi bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Ya'ni biz hozir yaratgan qatlamlarimizni, ya'ni kataloqda yaratgan qatlamlarimiz yordamida ArcGIS dasturida karta yaratishni boshlaymiz. Buning uchun bizlarda ArcMap dasturi kerak bo'ladi. ArcMap dasturini push menyusidan ArcGIS papkasida mana ArcMap dasturi bor. Olasangiz bundan kirsangiz bo'ladi. Men rабочий stolda mana bu yerda qisqacha mana ArcMap 18 versiyasini olib qo'yganman. Xo'p, ustiga 2 marta bosib kiramiz. Xo'p, mana bizlarda ArcGIS dasturi ochildi. Bizlarda so'rayapti mana. Bu yerda exciting map, ya'ni biz oldin GIS dasturida ishlagan bo'lsak, bizlarda saqlanib qolgan o'sha ishlarni ko'radi. Men melioratsiya degan bitta ish ochganman ArcMap dasturida. Bu yerda ArcGIS shepi degan yana bitta kimdir ochgan. Bu meniki emas lekin. Sizlarda agar yangi ochgan bo'lsangiz, sizlarda mana bu narsa chiqadi. Ya'ni new map, yangi xarita yarat. Mana sizlar hozir shunda turgan bo'lsa, xohlang 2 marta tez bosing, bo'lmasa bir marta ustiga bosib turib, okey qilasiz. Mana kirdi. Xo'p, endi bizlar qiladigan ishimiz, birinchi qiladigan ishimiz mana ArcMap dasturida o'sha gigant koordinat sistemasini tanlab olishimiz kerak. Mana bu yerda layer bo'lim bor. Ya'ni qatlamlarni boshqarish. Mana 2 marta tez bosamiz ustiga. Yo bo'lmasa bir marta bosib turib, mana belgilab olgandan keyin 10 kirasini bosamizda, eshikning 10 kirasini properties bo'lim bor. O'shani tanlaymiz. Kontekst menyu chiqadi. Bundan biza mana koordinata sistemasini tanlab olamiz. Ikkita koordinata sisteması mavjud. Geografik koordinat sistema, project koordinata sistema. Biza hozir ishlaydiganimiz project koordinata sistemasi. Mana sistema. Bundan biza Gauss kurigi mana 2 marta tez bosamiz. Yo bo'lmasa mana bu yerda turgan pilusiga bir marta bosamiz. Mana bosib kirdi. Bundan Pukova 1942 mana bosib kirdi. Hop, endi bundan tanlaymiz zona raqami bo'yicha O'zbekistonning turgan o'rniga mos keladigan koordinata sistemasini tanlab olishimiz kerak. Mana biza hozir Pukova 1942 211 ni tanlaymiz. Bunda bilasizlar 11 bu har bitta meridian 6 gradusdan o'tgan. O'zbekiston 60-66 meridian orasida joylashganligi sababli 11 soni tanlangan. Ya'ni 66 ni 11 6 ga bo'lsangiz 11 kelib chiqadi. Shuning uchun 11. Endi nima? Endi bu shimol, ya'ni ekvatordan tepada bo'lsa north inglizchada bosh harfi n. Agar ekvatordan pastda bo'lsa south, ya'ni s harfi olinadi. Shimol janub. O'zbekiston ekvatordan shimolda joylashgan. Inglizchasiga north, bosh harfi n. Bu analog bo'ladi. Vodiy tarafdan, ya'ni vodiy viloyatlari Farg'ona, Namangan, Andijon bo'ladigan bo'lsa, sizlar ishlashingiz mumkin bemalol 12 n. Agar Xorazm, Qoraqalpog'iston, Buxoroning ayrim hududlari, Navoiyning ayrim hududlari bo'lsa 10 n da ishlasangiz ham bo'ladi. 11 ni o'zida ishlasangiz ham bo'ladi, lekin bunda ishlasangiz yana analog bo'ladi.
ya'ni kosmetik sistemasi analog bo'ladi. Biz hozir Toshkentda ishlaymiz, shu uchun 11 tanlaymiz va okey bo'ldi. Mana sizlarda o'sha yangi ishlanmoqchi bo'lgan kartamizni kosmetik sistemasini belgilab oldik. Endigi qiladigan narsamiz biza o'sha katalog bo'limida hosil qilgan qatlamlarimizni ArcMap dasturiga yuklab olamiz. Mana bu yerda oldin ArcMap dasturini bir tanishib olsak. Bu yerda filesni nima qilasiz? Yangi oyna ochasiz. Bu open, ya'ni oldin qilingan boya ko'rsatdik-ku. Meliorativ karta, manda o'sha melioratsiya degan bo'ladi. Yana bittasi o'shanday narsalar bo'lsa, shuni ochish uchun bu save saqlanish, save as yangitdan nomlash, bu save as copy kopiya qilib yangitdan saqlash. Sharib yuborish degan onlayn ishlasa ham bo'ladi, onlayn ishlasa. Hop, export bu o'sha qilgan kartangizni ramkaga olgandan keyin o'sha exportlar PDF variant, JPG, BMP va hokazo shu o'lchamlarda o'zingiz xohlagan turga o'tkazib olasiz. Qolganlari ham shunga o'xshaydi. Edit bo'limida qisqacha komandalar o'sha ekranda ham bor. Mana kontekst menida chiqadigan date, mana view bo'limi. Mana tekkadan hammasini ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Mana bu insert bo'limida mana bitta karta yaratsangiz, davom etib ketamiz, o'shanda ko'rsataman buni keyingi darslarda. Date from bu o'sha yaratgan kartamiz bo'lsa ramkada, o'shani ichida yana bitta karta yaratish uchun ishlasak bo'ladi. Title bu tana qismi, ya'ni o'sha ustida o'sha nima yozsangiz o'shani qilsangiz bo'ladi. Ya'ni o'sha kartani ustiga nomini yozsangiz bo'ladi. Tekstda yozuv yozish uchun bunda ham nomini bersangiz bo'ladi. Hozir sizlarda bu belgilanmay turibdi. Ya'ni oxirida turgan. Hop, bularni ham ko'rib chiqasiz. Mana netline bu turuvchi chiqadi. Ya'ni o'sha kartamizda bitta shartli belgilar bo'lsa, o'shani ramkaga olish uchun ishlasak bo'ladi. Legenda shartli belgilarni chiqarish uchun bu north arrow, ya'ni shimol janubini ko'rsatib kompasni qo'ysangiz bo'ladi. Bu o'sha uzunlik o'lchovligini ko'rsatadi. Bu esa o'sha masabini ekranda ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Har xil shakllarda sonli, suratli, santimetrda, metrda, kilometrda bu o'zingiz ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Bu bo'limlarni ham ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Mana referencing bo'limida qisqacha bir nima deydi, o'sha dasturdagi komandalarni jamlanmasi bunda. Bu narsalaringiz hammasi mana bu yerda ham bor. Mana bu solsin Artbook, mana bu Python switch qidiruv bo'limi. Mana xuddi shu narsalar mana bu yerda ham bor. Hammasi bor. Windows bunda ham o'sha bir nechta qisqacha buyruqlar, dasturning komponentlari bu yerlarda ham aks etgan.